Alo, bu Abdulaziz qayerdasan? O mahalladagi poliga tez tushlaring, mana ishkal bo'lyapti. Biz beshidi bolalarni urib, tezlashtirlaring. Menga qara. Shahboz nima bo'ldi? Qani bolalar? Voy, hazillashdim. Senlarni ko'rgim keldi. Tuzumsan-la, bormisan-la? Yanami, ha? Nima qilarding? Chaqirib. Bilasanmi, seni oldinga qancha ishimiz tashlab keldik, o'rtoq. Hazillashdim, ha? Menga qara, bunaqa yolg'on gapirib, hazil qilurma. Bir kun boshingni yeydi shu hazillaring. Bor. Abbos, qalaysan? Rostdan keldingmi? Bak, hazillashdim senga. Ne unaqa qilasan? Shuncha ishimni tashlab keldim bilasanmi? Bak, hazillashdim. Odam emas ekansan. Va Timur qayerdasan? Va tez Chorsuga yetib kelgan, ukangni mashina urib ketib qoldi u. Bo'laqa. O'rtoq, qani? Qani ukam? Voy, men senga hazillashdimmi? Ishonganingni qara. Voy, o'rtoq, shunaqa hazil qilasanmi? Voy, ishonganingni qara. Qo'y, qanaqa olasan? Ne bolalar kelmadi? Nimaga kelmaganini o'zing juda yaxshi bilasan. Men senga har doim takrorlab aytardim. Yolg'on gapirurmagin deb. Mana, yolg'onlaring boshingni yedi.